eng uzun tunni ham o'tkazdik mana. Misol O'zbekistonda eng uzun tun, eng kalta kun bo'ldi, men adashmasam. Bugun mana Leonardit beradigan vaqt keldi. Misol ozuqalarni berib yerni bitta tozalab olish kerak. Keyin yerdagi nitratlarni ham o'zi tuproq hazm qilishga yordam berish uchun mana 85% ekan gumi fulmi kislotalar. Bu yerda mana qo'shimcha mikroelementlar, makroelementlar ham bor. Misol gumi kislotalari 61%. Juda foydali, yaxshi narsa. Misol 20 tonnaga biz xudo xolasa tonnasiga 1 litrdan 20 tonnaga 10 ta berib yuryapmiz hozir. Lekin 1 gektarga 10 ta normalniy holat bo'ladi. Biz misol bir berganda, chanqatib berganda 1 gektarga 20 tonna suv beryapmiz. Bu ham bilasizlar, hozircha suvni hazm qilaveradigan holat emas, sababi bugun endi sal quyosh ko'rsatyapti. 3 kunlab, 4 kunlab havo ayniq turdi, haftalab. Xudo xolasa buni bechorini ko'rsatamiz. Keyin bitta obunachimiz shu ikkinchi qavatiga agrovolokno yoqsa bo'lmaydimi degan savol bergan ekan. Xudo xolasa shu videoda ham bir qo'yaman. Agrovolokno o'rniga koreyskiy ko'rpa qilganmiz tandon issiqxonaga. Uni oldin ham bir ko'rsatganman, agar esinglarda bo'lsa, yana bir ko'rsataman inshaalloh. Mayli, ma'lumotlar yo'q ekan bo'lsa, like tayamaymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, ma'lumotlarni ko'rib borasizlar inshaalloh. Mana va'da qilgan joyimizga kelyapmiz. Bu yerda 10 ta tandon issiqxona, 8 tasiga ekilgan qulupnaylar, koreyskiy navlar. 2 tasiga Solhan ekilgan, qolganiga Kingsberry ekilgan. Xo'sh, bu yerda mana 4-blogimizda 3 yerda 4-chi bor. 4-siga shu obunachimiz aytgan agrovolokno emas, koreyskiy ibul qilingan 3 qavat, faqat yuqoroq, qalin emas. Uni qalini ham bo'ladi. Maxsus men o'zi uni Holifider olib turib qildirganman. Xo'sh, delta degan narsa bor. Buni dehqonlarimiz yaxshi biladi. Delta tashqaridagi ob-havo bilan ichkaridagi ob-havoda farqi hisoblanadi. Xo'sh, shu agrovolokno mana shu qalini, eskisi prosta oldiga tutib qo'yganmiz. Shuni agar yopadigan bo'lsangiz, obunachimiz shunaqa savol bergan ekan. Misol deltani 5 gacha ushlab turadi. Misol uchun bu salafaningiz 1-2 ushlaydi. Misol tashqarida -2, ichkarida bu birinchi qavatda -1 bo'ladi-da, ichkarida 0 bo'ladi. U degani deltani 2 yoki 3 farq bilan ushlaydi. Bu agrovoloknoda 3-qavatga kichkinaroq simcha qilib qilsangiz 5 gacha ushlaydi. U degani tashqarida -2 bo'lsa, ichkarida +5, +6 bo'ladi. Ikkovining farqi 8 gacha bo'ladi. Endi men aytgan Holifider qalinidan qilsangiz, buni ikki tomoniga qoldirib turib ko'rpa qilganmiz biz maxsus. Uni videolarini ham qo'yganman. U 20 gacha ushlaydi. Tashqarida -10 bo'lsa, ichkarida +10 gacha ushab beradi. Agar pastroq holatda bo'lsa, shu simlar pastroq holatda bo'lsa, baland qilinmasa. Xo'sh, endi uni shu qalinni koreyskiy bunaqa Koreyada ko'rpani tepa tomoniga ham yopadi, shunaqalarni ko'rganmiz. Endi maxsus motorlar, bu maxsus jihozlar kerak bizga, ancha qiyin masala. Bir videoda ko'rsatdimmi yo'qmi esimda yo'q. Andijonda yo'lida Xitoylar o'ta shunaqa qilib qildi, bezatapleniya qilib, ko'rpali qilib. Uni ham minus plus tomonlari, buni keyin to'xtalamiz. Men hozir to'xtalmoqchi bo'lgan narsa mana hozir uni ochib ko'rsataman. Mana hozir ochdik. Blogimiz mana shu yerda. Hozir mana quloqni o'ng tomonga ko'taramiz. Uni tepaga ko'tarsak, sekin ko'rpani ochishni boshlaydi. Bu avtomatik, qo'l avtomatda endi hisobda. Hozir tashqarida +2, lekin bu yerda Kingsberry ekilgan. Haroratimiz mana 10-15. Hozir atapleniya pashti o'chgan, bu yerga bir 4 dona qo'yganmiz xolos. Qolganlarga 6 tadan qo'yganmiz 7 sotikka. Bu yerga 4 dona radiator qo'yganmiz. Bu tomoniga 2 ta, bu tomoniga 2 ta. 4 dona emas, даже 2 ta qo'yishibdi. Ikkitasini olishib shekilli ishchilarimiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta ekan, 3 ta turibgan radiator. 3 ta radiator. 7 sotik joy. Mana sekin ochilib boryapti, ko'rinyapti videoda. Uni o'rta qismida motor bor. Motor aylantirib ochiladi. Ikki o'ng tomoni bilan chap tomoni ham ochiladi. Mana bu material mana uzoqroqqa yetadigan koreyskiy ibul deyiladi. 3 qavat, faqat yuqoroq. Ikki qiridagi
agrovoloknolar bular. Haroratlarimiz mana. Shu narsa почти 8 gacha ushlab turadi. O'zi. Hozir mana biz atapleniy holatda tashqarida +2 bo'ladigan bo'lsa, ichkari 10 turibdi, 8 gacha ushlab turibdi. Bu hozir ventilyatorlarimiz ishlayapti, просто havo aylantirgan uni. Bu radiatorlarimiz ishlayapti, u ham havoda aylantirib turibdi. Kotelimiz уже harorati tushib ketgan, +30 ni suvda aylantiryapti xolos. Bugun terim bo'ladi inshaalloh. Deb turib. Atik ko'tarsin. Yon tomon, o'ng tomonlashamiz. Sababi quyosh shu tomondan uradi. Shuning uchun o'ng tomon ochiladi. Ko'ryapti shekilli, sekin boryapti. Bu yerda salafan bir qavat. Buni ham pluslari bor. Plus tomoni ochib qo'yasiz, bir qavat salafanda qoladi, quyosh yaxshi ko'radi. Minus tomoni ozgina bo'lsa ham baribir quyoshni bu tomonlar to'sadi. Sababi salafan bilan agrovoloknoning farqi bor. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana cheka qismlarimiz uncha yaxshi rivojlanmagan. Quyosh kam ko'rgan. Tepaga ko'tarilgan bilan to'liq o'rab oxirigacha ochmaydi-da, 1,5 metr joyi baribir qolib ketadi. Shu yer quyoshda yaxshi energiya ola olmaydi. Bu tomonlari yaxshimi? Mana motorchilar ishlayapti. Bo'ldi, mana uni bu yog'iga ko'tarilmaydi. Shu joyigacha. Shu pastgacha uni menimcha klipni to'g'ri o'rishmagan, mana past tomonlari ozgina qolgan. Mana qaranglar, 1,5 metr, 60 sm joylari ham bor. O, past tomonlari mana. Shunaqa minuslari bo'ladi. Lekin misol bu holatda ham anaman sovuqlarda dehqonchilik baribir qiyin, atapleniy ozgina qo'shish kerak. Lekin men tavakkal qilaman. -5 gacha karesiy qulpnoylarni pishirsa bo'ladi lekin bunda. Lekin amal sal pastroq bo'ladi baribir. Men aytgan narsa 2 qavat salafan qilib turib, 3-inchisiga shu ko'lpadan qilinsa, endi mehnat ko'p bo'ladi. Pastki holatda qilinsa, yana ham issiqlik yaxshi ushlaydi. Mana shu holatda misol minus tashqarida 5 bo'lsa, ichkarida +10 gacha ushlab turadi. 10 bo'lmasa ham 7 ushlab turadi. Qulpnoy uchun yetarli holat bo'ladi. Mayli, tanajoningiz sog' bo'lsin, dehqonchilikka baraka. Alloh omadinglarni bersin.